O'zbek xalqining milliy o'yinlari. Bu shunchaki o'yin emas. Ular xalqimizning quvonchi, do'stligi, birdamligi va chaqqonligini tarannum etuvchi bebaho merosdir. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan bu o'yinlar bolalar qalbida quvonch, jamoada esa birlikni uyg'otadi. Ana shunday o'yinlardan biri oq terakmi, ko'k terak. Bu o'yinda chaqqonlik ham bor, jasorat ham bor. Eng muhimi esa do'stlik va quvnoq kayfiyat bor. Sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Yurushlari salmoqli, gap so'zlari ilmoqli, boshida sira tuki yo'q, xotini bilan ishi yo'q, og'zida bir ishi yo'q. Matqovul kerak. Solgan ilikday, uxlasayam ilikday, olmadagi chilikday. Qaddini so kerak. Sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Tokchadagi somonday, ichi tushgan qovunday, osh bo'lsa tayyor bo'lgan, ish desa ayyor bo'lgan, qirqdayam tayyor bo'lgan. Mamani yoz kerak. Pulpini so kerak. Sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Mo'ylovni silagan, oyog'ini kiragan, qo'ymaslari darozday, donga to'ygan xo'rozday, qorni xuddi bo'g'ozday. Abdu qultim kerak.
farzandlarini o'ylagan, elga omad tilagan. Xurnisa momo kerak. Oq terak tamom bo'ldi, ko'k terak tamom bo'ldi. Hurriyat zamon bo'lsin, yurtimiz omon bo'lsin. Oq terak tamom bo'ldi, ko'k terak tamom bo'ldi.